Bugun yoshligimizda ayamlar bizga qilib beradigan atalarning retseptini sizlar bilan ham bo'lishaman. Iltimos qayt qilmanglar, hamma viloyat vodiyda har xil qilinadi. Bu Qo'qonda qilinadigan atalar. Avval dumba yog'larini yaxshilab eritib olamiz. Xohlasanglar sariyog'dan tayyorlasanglar ham bo'ladi. Sizlarni suzib olgach, un qo'shamiz va o'zimizga yetarli rangga kelguncha qovurib olamiz. Bu qovurib olingan massamizni uzoq vaqt xolodilnikda saqlasanglar ham bo'laveradi. Ayniqsa hozir yo'tal ko'p vaqtda issiqqina ataliq qilib ichsanglar, yo'talinglar anchagina yumshaydi. Bolalarim ham maza qilib ichishlari uchun rangini sal ochroq qildim. Og'izga qiladigan idishga solib xolodilnikka olib qo'ydim. Endi qozonchamizga sut quyamiz va tayyorlanib olingan unli massamizdan qo'shib vinchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Yetarlicha tuz qo'shib gazda o'rtacha olovda yaxshilab pishirib olamiz. Bir kosa sutimizga bir choy qoshiqcha unli massamizdan qo'shamiz. Yana ham quyuq suyuqligini o'zingizlar tabiiylarga qarab qo'shib olasizlar. Aynan shu atalardan yoshligimda ayam ko'pgina ko'z yorigan yaqinlarimizga ham tayyorlab berib olishdi. Ana endi kanalimga tez ulanib olinglar. Kanalimga bitta kirsanglar qaytib chiqolmasliklaring aniq. Retseptni o'zingizlarga saqlab olinglar va eng yaqin dugonanglarga ham yuborib qo'yinglar. Sizlar atalarni qay usulda tayyorlaysizlar? Bu menga ham qiziq, yozib qoldiringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.